Azizbek Pardayev. Va uning raqibi Sunnatulla Uktamaliyev. So'rab Rajabov, referi. Demak, jang boshlandi. Uktamaliyev qorniga kuchli zarba berishga muvaffaq bo'lyapti. Kombinatsiya. Yana chap qo'l o'ng qo'l zarba, yana chap qo'l qisqa masofadan zarba aniq, yana ikkilik zarbasi aniq, yana jigariga aniq zarba yo'lashga muvaffaq bo'lyapti. Dadil boshladi jangni Uktamaliyev va mana bunday zarbalar kombinatsiyasi bilan davom ettiryapti. Yana ikkilik zarbasi va knockdown do'stlar. Knockdown o'ziga kelib borish kerak Azizbek Pardayev. Uktamaliyev ancha shashti baland, tajribasi ham, darajasi ham o'zgacha bokschi ekanligini amalda namoyish etib berdi. Yana ikkita zarba o'tdi, ring tashqarisiga chiqib ketmoqda, oyog'i og'ib ketdi. Jarohat yo'qmi? Yo'q, hammasi joyida. Yana chap qo'l yondirma zarba. Jigariga zarba. Qorniga 3 ta zarba, boshiga zarba, yana jigariga zarba. Ikkilik zarbasi o'tyapti, uppercut va bo'ldi. Endi referi ham darajasini ko'rsatdi. Yuqori ekanligini namoyish etib berdi. Haligi darajasini ko'rsatdi desam biroz qo'pol yangrashi mumkin do'stlar. Aynan yuqori darajada va ringni, jangni, sportchini his qila olishini namoyish etib berdi. Rajabov Ofarin. Qiyin holatda edi. Bu yerda ikki boks o'rtasidagi farq ham katta ekan. Uktamaliyev ancha kuchli. Anchagina. Birinchi raundning birinchi daqiqasi 28 soniyasi belirtilgan nokaut bilan bu jang g'olibi qizil burchak vakili Sunnatulla Uktamaliyev. Sunnatulla Uktamaliyev xabar yubormadimi? Uktamaliyev. Ajoyib bokschi, eslab qolamiz. Bosim va bosim. Birinchi raundga Ruslan Abdurasulov, Tohirjon Adilov, Suhrob Rajabov. To'rt burchakka taklif etiladi. Toshkent viloyati vakilasi Madina Ahmedova chaqirilmoqda. Qarang, o'tyapti-da hamma. O'tyapti. Himoyasini yorib o'tyapti.